Bugun milliy terma jamoamiz Niderlandiya bilan so'nggi o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazadi. Jahon chempionati oldidan bu juda ham muhim biz uchun va eng yaxshi sharaflardan biri. Bu safar o'yin anchagina qulay vaqtda bo'lib o'tadi. Hozir sizlarga uchrashuv qayerda namoyish etiladi, soat nechida bo'ladi, barchasi haqida ma'lumot berib o'taman. Undan oldin kanalimga obuna bo'ling. Futbolga oid mana shunaqa tezkor futbol xabarlari faqat bizning sahifada. Unda boshladik do'stlar. Bugun Niderlandiya bilan uchrashuvimiz bor do'stlar. Va bilasizmi, bundan bir necha kun oldin O'zbekiston milliy terma jamoasi, ya'ni UFA tashkiloti o'sha Niderlandiya terma jamoasiga $300,000 pul berganligi haqidagi ma'lumotlar chiqqandi. Ya'ni Niderlandiya bilan o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazayotganimiz uchun. Biroq bu xabarlar asossiz ekanligi va o'sha tomonlar o'rtasida stadionlarning o'sha ijarasi va o'sha xodimlar uchun, hakamlar uchun berilayotgan pullar teng taqsimlanayotgani rasman tasdiqlandi do'stlar. Bugun Niderlandiyaga qarshi katta sinov. Ha, to'g'ri, o'rtoqlik uchrashuvi, lekin bilasizmi, o'rtoqlik uchrashuvi bekordan bekorga o'tkazilayotgani yo'q. Niderlandiya terma jamoasi ham anchagina yulduzli, ular ham tarkiblarni ko'rib olish kerak va ular ham ko'p ehtimol optimal tarkibini tashlaydi. Chunki bilasiz, bugun 8-chi bo'ladigan bo'lsa, 11-chi, ya'ni 3 kundan keyin jahon chempionati start oladi. Niderlandiyaning tarkibi anchagina balanslashgan, juda ham yulduzli tarkib. Bilasiz, Yevropaning top klublarida o'ynaydi, ularning futbolchilari umuman oddiy yarim himoyasini oladigan bo'lsak, Gravenberg, De Jong va o'sha Manchester City a'zosi Husanovning o'sha jamoadoshi Reinders bor. Hujumi ham yaxshi. Depay, Malen, Gakpolar bor himoyada, Van de Ven, Van Dijklar bor. Shunday ekan, bugun biz uchun rostmanasiga haqiqiy sinov. Do'stlar, eslatib o'taman, bugungi uchrashuv soat 23:45 da start oladi va bu o'yinni profilim biosida joylashgan Telegram kanalida jonli efirda va o'zbekcha sharhda, eng muhimi yuqori sifatda ortiqcha kanallarga obuna bo'lmay tomosha qilishingiz mumkin. Qo'shiling, milliy terma jamoamizning uchrashuvini birgalikda ko'ramiz va jahon chempionati oldidan birga qo'llab-quvvatlaymiz.